Bugun biz Do'stlik ordenini dastlabki sohiblariga topshirish va ularni muborakbod etish uchun yig'ildik. Ammo ijozatingiz bilan avvalo so'zni o'sha farmonda birinchi bo'lib zikr etilgan Mustaqillik ordenidan boshlasak. Xabaringiz borki, Mustaqillik ordeni bilan mustaqil huquqiy davlat barpo etish va uning moddiy ma'naviy hayotini mustahkamlashga, respublikada tinchlik va taraqqiyotni ta'minlashga ulkan hissa qo'shgan insonlar mukofotlanadi. Bu yuksak mukofotga birinchi bo'lib ulug' adib va ulug' inson Abdulla Qodiriy sazovor bo'ldi. O'zbek xalqining ma'naviyati va ma'rifatini, milliy qadriyatlari va ongini yuksaltirish yo'lida u zotning qilgan xizmati beqiyosdir. Yurtimizda Abdulla Qodiriy asarlari kirib bormagan birorta ham xonadon bo'lmasa kerak. U faqat o'zbeklarniki emas, balki Turkiston xalqlarini ham sevimli adibi, ozodlik va istiqlol kuychisidir. Bu buyuk zot o'z jonini, o'z istedodini vatanimiz erkinligi va mustaqilligi, xalqimizning baxt va saodati yo'lida fido qildi. Uning hayot va ijoddagi saboti va halolligi avlodlar qalbida vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini tarbiya etib kelmoqda. Abdulla Qodiriy bizning zamondoshimiz. Abdulla Qodiriy nomi va ruhi hamisha biz bilan birga. Nasib etsa, aziz do'stlar, yaqinda O'zbekiston xalqi Abdulla Qodiriy tavalludining 100 yillik to'yini keng nishonlaydi. O'sha tantanali kunlarda buyuk yozuvchimizning zo'r yodlariga Abdulla Qodiriy orzu etgan va aziz jonini bag'ishlagan buyuk maqsad mustaqillik nomi bilan yuritiladigan eng birinchi ordenni topshiramiz degan ezgu niyatimiz bor.